Latipova Gulnoza Abduganiyevna 1984-yil 29-noyabr kuni tug'ilganman. Toshkent shahrida tavallud topganman. Mahallamiz Bilimnon mahallasi. Shu yerda ish faoliyatini olib boraman. Oilaliman, 2 nafar farzandim bor. Ayollar daftarida turganimda mahalla tarafidan o'sha yordam so'rab chiqqanimda mahallaga ishsiz edim. Uyda o'zim tikish bilan shug'ullanganman. Keyin u tikishdan unchalik ko'p daromad tushmagan baribir. Keyin sekin-sekin shu mahalladan chiqib yordam so'raverganman-da. Ular bilan birgalikda keyin shu fikrga kelib shu yerlarni ochdik. Hozirgi kunda tikuvchilik faoliyatimiz bilan shug'ullanamiz. Maktab formalari, universitetga formalar tariqasida rivojlanyapti hozirda. Klientlarimiz bor, o'zlari zakaz qilishadi. Hozirda 5 nafar ayol qizlarni ish bilan ta'minlaganmiz va hozirgi kundagi sof daromadimiz 8 millionga yetadi. Xotin-qizlar faoli ish bilan ta'minlab, mana bu ishchilarni tanishtirib, ayollarni olib kelishdi, birga ishlaylar deb, ularni o'qitib, ularga ham o'sha tikish bo'yicha yo'nalishlar ko'rsatib, tikishlarni o'rgatib olib kelishdi. Prezidentimizga ayollarga ham xuddi erkaklar bilan birgalikda ishlab, xuddi ularga o'xshab o'z o'z ish faoliyatini rivojlantirib, o'zlari bir stol egalari bo'lib, zo'r ayollar bo'lishligi uchun yo'l ochib berganlari uchun minnatdorchilik bildiraman. Tadbirkorlikka ko'pdan ko'p imkoniyatlar, nima ish qilamiz desak, hamma narsaga mana sizlarga yo'l deb ochib beryaptilar. Ularga ham rahmat deyman. Pul taraflama muammo bo'ladigan bo'lsa, finans taraflama, u taraflama ham har taraflama foizlarni kamaytirib, umuman foizsiz pullar ham berilyapti tadbirkorlarga. Har turli soliq taraflama ham ancha yengilliklar berilayotgani uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman.